Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalining kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Kimda kim uy sharoitida intensiv usulda baliq boqib ko'paytirib daromad qilaman desa, kanalda kuzatishda davom etinglar. Manzil Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashu shaharchasi o'rtoqlar. Ismim Ikromjon, tanigan bilganlarga kattakon salom. Xo'sh, 2026-yil kimda kim uy sharoitida baliq boqib katta qilib yetishtiraman, daromad qilaman desangiz, o'rtoqlar baliq boqishni o'rgataman. Bugungi mavzuimiz ilon baliq. Ilon baliq hech ne baliq bo'lib hisoblangandan keyin bu go'shtli narsalar bilan oziqlanadi. Endi go'shtli narsalar deganda nimani tushunamiz? Go'shtli narsalar deganda qassobxonadan chiqadigan at-qo'tlarni bemalol yuradi, yog'dan tashqari. Xo'sh, hozir o'lkamizda qish, havo sovuq, bular ovqat yemaydi. Video chiqarish bilan maqsad xonadoningizda bir kichkinagina joy bo'lsa, kichkinagina yer bo'lsa, hovuz kovlab bemalol uyda boqsangiz bo'laveradi. Kiran suvi, zakandi suvi, ariq suvi farqi yo'q, suv tanlamaydi, tanasi ho'l bo'lib tursa bo'ldi. Ozuqasi go'shtli mahsulotlar o'rtoqlar. Tovuqning jigari, tovuqning o'pkasi, xo'sh, achimagan, hidlanmagan, sasimagan narsa bo'lsa bo'ldi, yeyveradi bemalol. Kimda kim qiziqib boqaman desangiz, manzilda aytib o'tdim, kelishlar mumkin. Xo'sh, telefonda videoning tagiga telefon raqamlarini qo'yib qo'yaman. Telefonni uncha-muncha ko'tarmayman. Sababi har xil vaziyat bo'ladi, o'shaning uchun rulda bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun mabodimda kelib o'rganaman desalaring, bepul o'rgataman. Lokatsiya tashab qo'ying desangiz, Telegramdan lokatsiya deb yozib qo'ysangiz bo'ldi. Tushunib olaman, lokatsiya tashab qo'ysangiz, bemalol kelib o'rganib ketsangiz bo'laveradi. Xo'sh, ushbu ko'rib turgan baliqlarning o'rtoqlar, erta bahorda tashlagan 100 gramm lichinkangiz kech kuzga borib 2 kilodan yaxshi bo'lsangiz 3 kilogacha tosh bosadi. Kimda kim qiziqadigan bo'lsa, bepul o'rgataman o'rtoqlar. Mutaxassis bitta bo'ladi, o'sha domla bitta bo'ladi. Bitta insonni maslahatini olib, bitta insonni o'rgatganlarini yaxshilab o'rganib olsangiz yaxshi. Unisidan, bunisidan u kerak emas o'rtoqlar. Unisi u deydi, bunisi bu deydi, menga ortiq gap so'z kerak emas. Ras boqaman desangiz, o'rganaman desangiz, kelsangiz o'rgataveraman. Bu baliqda yana bir afzallik taraflari, ota va ona baliqdan o'zi ko'payadi. 1 yilda 2 marotaba ikira tashlaydi, lichinka tashlaydi. O'zingiz ko'paytirib olsangiz ham bo'laveradi. Ularni ham batafsil o'rgataman. Lichinkalariga, chavaqlariga, o'rtoqlar machinlariga kunlar isishi bilan zakaz solishni boshlayman. Kelib bemalol zakaz qilib kelsangiz bo'laveradi. Tez yetillaydi, tez katta bo'ladi, o'sha taraflaridan ham ajralib turadi. Imkoniyatingiz, sharoitingiz bo'lsa, qilsangiz bo'laveradi. Qo'shimcha daromad. Bemalol kelib o'rganib ketsangiz bo'laveradi.